Uyghur xalqining diniy peshvosi Shayxulislam Jaloliddin Ayköli. Uyghur xalqining diniy peshvosi Shayxulislam Jaloliddin Ayköli aslida 1191-yili Buxoroda tug'ilgan bo'lg'ashqa, Buxori, ya'ni Buxorolik degan tavallik nomi bilan atalgan edi. Milodiya 1218-yili kuz oylarida Buxoroda oliy maktabda o'qiyotgan Jaloliddinni buyuk ustozi shu zamonlarda Chingizxonning vayronchiligiga uchirmagan birdan-bir bexatar joy Tarim vodisiga yo'lga selib qo'ygan. Chunki ashu ansiz chog'larda Idiqut va Tarim vodisi Mo'ng'ullarning har turlik vahimasidan panohlanadigan birdan-bir bexatar joyga aylangan. Jaloliddin eng dastlabda Tarim vodisining sharqi janubidagi qadimiy Ketik shahrida yerlashgan edi. Shunga u bu joyda Jaloliddin Ketiki degan nom bilan tonilgan. Keyin mazkur shahri Ketikni qum besib ketganligi uchun Oqsu Ayko'lga ko'chib ketgan. Shuning bilan u Jaloliddin Ayköli degan nom bilan tonilgan. Jaloliddin Aykölining nasabi Buxorodagi eng dastlabda musulmon bo'lgan 9 o'g'izlargacha tutishadigan bo'lib, bular tarixda Buxoro Uyg'urlari deb atalgan edi. Misrda tarixdagi tunji Uyg'ur Türk xonligini qurib chiqqan To'lun o'g'li Ahmad va Muhammad o'g'li Al-Farabi qatorliq harbiy va ilmiy yo'l boshchilarmi shularning qatoridan edi. Tarixiy manbalarda Jaloliddinning ulug' bo'g'illari milodiya 767-yili Buxoroda tug'ilib, 832-yili vafot bo'lgan. 100 yilda bir chiqadigan diniy peshvo degan nomga sazovar bo'lgan dangliq hadis olimi Abu Hafiz Kabir va 811-yili tug'ilib, 878-yili vafot bo'lgan. Mavraun Nahirning olimi deb shuhrat topgan. Hatto ma'lum mazgil Imom Buxoriyga ustoz bo'lgan Muhammad ibn Ahmad qatorliq zotlar edi. 17 yoshlik Tug'luq Temirxon milodiya 1346-yili kuzda Oqsu Ayköl to'g'raqligida o o'layotgan chog'da Shayx Jaloliddin bilan tasodifiy uchrashib suhbatlashishi va uningga to'liq qoyil bo'lishi, uning islom diniga bay'at qilishida turtkilik rol o'ynagan. Milodiya 1348-yili Ko'nchi diyorining hukmroni shundaqla Chag'atay xonligining ulus begi Polatchi beg yosh Tug'luq Temirxonni Oqsuda taxtga chiqargan. 1351-yili yozda Shayx Jaloliddinning o'g'li Arshidin xo'ja dadasining vasiyati bo'yicha Almaliqqa yetib berib, Tug'luq Temirxon bilan ko'rishib, tonishlik bergandan keyin shu yili kuzdagi Ramazon oyida Tug'luq Temirxon oshkora holda islom diniga kirgan. Mohiyatda Shayx Jaloliddin xuddi Abu Nasr Samaniga o'xshash rol o'ynagan bo'lib, Abu Nasr Samani Uyg'ur islom tarixida qandoq muhim rol o'ynagan bo'lsa, Shayx Jaloliddin Aykölimu shundoq muhim rol o'ynagan. Uning ustiga har ikkisining urug' avlodi Uyg'urlarning 20-asrgacha so'zilgan uzun tarixiy taraqqiyot jarayonida harbiy, diniy, siyosiy va madaniyat sohalarida peshvolik rol o'ynab, bugungi Uyg'ur milliy mavjudligi uchun ul solgan. Bugungi zamonaviy dunyoda mustaqil davlati bor turkiy xalqlar basbasta ajdodlarining millat va qabila bo'yicha islom diniga bay'at qilgan kunlarini dag'dug'uliq xotirlab, keyingi yangi nasllari uchun ulgu yaratmoqda va tarixidan kuch olmoqda. 2022-yili 5-iyun shanba Rossiya Federatsiyasi ichidagi O'g'iz Qipchoq nasllik musulmon xalqlar bo'libmi Tatar rahbarlari va diniy zotlari tunji qitim islom diniga kirgan qadimgi Bulg'ar xonligi xarobasida yig'ilib, Idil va Ural tavasining islomiyatga qadam qo'yganligining 1100 yilligini qizg'in tabriklagan va eng qadimgi turkiy xalqlarning avlodlari bo'lgan Sibiriya xalqlari orasida islom dinini umumlashtirish uchun ba'zi unumli muhim qarorlarni chiqargan. 2025-yili 6-oyda Bosniyaliklar bir millat sifatida islom diniga umumyuzlik e'tiqod qilganligining 515 yilligini bahayvat tabriklash uchun tayyorlik qilmoqda.
Tatariston Abdunum Cumhuriyeti milliy rahbarlari bu yil 5-oyda tatarlarning islom diniga kirganligining 1103 yillik xotirasini qutlug'lash uchun tayyorlik qilmoqda. Uyg'ur millatimi cho'qim erkinligini qaytirib olgan kuni Abu Nasr Samani bilan Sultan Sutuq Bo'raxonni, Shayx Jaloliddin Ayko'li bilan o'g'li Arshidin Valiyullahni shundaq dag'dug'liq xotirlaydi.